Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan kechagi ajoyib o'yinlar haqida gaplashamiz. Kecha APLda tur o'yini bo'ldi, azizlar. Liverpool o'z maydonida Manchester Unitedni qabul qildi. Liverpool 3 o'yindan beri mag'lubiyat alamini totib kelayotgan edi va Manchester Unitedga qarshi yana mag'lubiyatga uchradi. O'z uyida Anfieldda azizlar, Liverpool yana mag'lub bo'ldi. Va bu mag'lubiyatli seriyasi 4 o'yinga yetdi. O'zi Liverpool shunchaki g'alaba qozonishi taxmin qilingan edi. Liverpoolda imkoniyatlar juda ko'p bo'ldi. Ayniqsa Gakpo darvoza ustuni va to'sinini nishonga oldi. Va Manchester United o'z imkoniyatlaridan, minimum imkoniyatlardan maksimalni foydalangan holatda o'z g'alabasini ilib ketdi. Va Harry Maguire bu hafta himoyachilarga atalgan tur bo'lyapti azizlar. Kecha Araujo bo'lsa, bugun Harry Maguire katta sahnaga chiqyapti. Va Isakning golsiz seriyasi yana bir o'yinga cho'zildi. Va yana bir qiziq ma'lumotni sizga yetkazamiz. Isak va Wirtz hali Anfieldda gol urmagan bo'lsa, Maguire o'z golini urib ketyapti Anfieldda. Manchester Unitedning ham omadi yurishmayotgan edi va ketma-ket ikkinchi o'yindirki g'alaba qozonyapti. Ruben Amorim ketishi taxmin qilingan edi va Fabrizio Romano ham o'zining saytida Xavining kelishini taxmin qilyapti. Amorim ketadigan bo'lsa, Xavi Manchester United bosh murabbiyi bo'lishi mumkin edi va Manchester United Liverpoolni yutganidan keyin bu holat yana uzoqroq cho'zilishi mumkin. Amorim stabilni keta olmayapti va ko'ramiz bundan buyog'ini barcha Yevro kuboklardan